Bugün işleydiğim tecrübemiz mikrop tecrübesi. Mikrop ne hemen bilsizler var? Eğer kollarımız pakiz olmasa qanday bo'ldi? Mikroplar bo'lib ketadi. Undan bo'lsa qo'limiz pakiz olmasa mikroplar qo'llarimizga qanday yaqin kelib yopishib ketadiki, agar qo'limizni sopinlab yursak mikroplar qanday qochadiki, shuning tecrübesini ishlaymiz bulamda. Bu yerdagi bir qochimizdiki, mana hammalar ko'rdinglar bu mikrop. Bu qochadiki sopun. Avval men mikropni suvga to'kib boqay, mana mikropni suvga to'kdim. Endi qo'limni sopindimay turib men suvga sepib boqay, mikroplar qo'limga yuqamdiganda, yuqmamdiganda. Ay, qanaldi? Qo'lim bir mikrop bo'lib ketdi, shundaqmi? Amsa qo'limni pakiz sopindab qilib boqay, mikroplar qo'limga kelamdiganda, kelmamdiganda. Qaranglar, men turyapman. Qaranglar, endi qo'limga sopun silib, qo'limga sopun qilib, men mikrop qilib boqay qani. Mikroplar qachamdiki. Kedinglarmi? Mikroplar qashdimi? Qashdi mikroplar. Ana, ko'rdinglarmi mikroplarning qashqinini? Demek ki qo'limizni pakiz yuvsak, mikroplar qo'limizga kelamdiki, kelmamdiki? Mikroplarning hammasi qo'limizdan ketdi ekan. Mana qo'limga hech qanday mikrop bo'lmadi.